Qo'l bilan yeyotganda ona qilib changallab, yana qandaydir qilmasdan shu 3 barmoq bilan olish Rasululloh alayhisolatu vassalomning odatlari bo'lgan. Bu oz bo'ladi, ochko'zlikka qarshi alomat bo'ladi, odobni yuksak namunasi bo'ladi. Ba'zi bir odamlar mana qilib siqimlab oladi, yana qandaydir boshqa narsalarni qiladi, sunnatga xilof ishlar. Ana oz-ozdan olib, og'ziga solib, yaxshilab chaynasin, chala qilmasin, shoshilmasin. Ovqat issiq bo'lsa olib qo'liga puflash ham nihoyatda katta beodoblik hisoblanadi. Ovqatni qo'liga olib puflash, choyni qo'liga olib puflash hammasi musulmonchilik odobiga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan katta beodobliklardan hisoblanadi. Ana og'ziga olib yegan narsasini yaxshilab chaynab, yutib, bir nafas olgandan keyin keyingi luqmaga yana sekin shoshilmasdan qo'l uzatsin. Ovqatni shoshib yeyishlik ochko'zlik alomati, odobsizlik alomati, madaniyatsizlik alomati bo'ladi.